Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz texnik xavfsizlik qoidalari. Bugungi mavzuyimiz texnik xavfsizlik qoidalari va erkaklar sartaroshlarining asbob-uskunalari haqida. Bizda ish oqimi shunday tashkil etiladiki, auditoriyaga, ya'ni ishxonangizga kirganingizda birinchi bo'lib texnik xavfsizliklari qoidaga rioya qilishingiz shart. Ko'pchilik xatolar bo'lib o'tadi, ya'ni ish joyida qo'li bilan fenni, mashinkani sim bilan rozetkaga tiqishni tavsiya etilmaydi. Ko'pincha sartaroshlarimiz elektr tarmoqlari bilan ishlashga to'g'ri kelganda sartaroshlarimiz fen, mashinka simlarini nam qo'llari bilan elektr tarmoqlariga ulanish qat'iyan man etiladi. Tinglovchilarimiz, yana bir sartaroshlarning asboblari bilan tanishtirib o'taman. Xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha. Bu bizda ustara deyiladi. Ya'ni xavfsiz ustara. Ustaralarimiz ikki xil bo'ladi: xavfli va xavfsiz. Xavfli va xavfsiz ustarani ham biror bir usta sizdan so'rasa, yopiq holatda uzatishni tavsiya etaman. Qaychilarimiz bu ham texnik xavfsizlikka juda dolzarb mavzu. Ko'pchilik sartaroshlarimiz qaychini uzatish, qaychini bir-biriga berib yuborishda xatoliklar ko'p yo'l qo'yiladi. Qaychini berish uchun qo'l yopiq holatda uzatiladi. Buni yodda tuting. Soch oladigan mashinkalarimiz. Sartaroshlarimiz bir-biriga uzatishadi. Mumkin emas. Mashinkani shunday uzatiladi. Va taroqlar. Ko'pchilik sartaroshlarimiz ham behurmatlik qilib taroqlarni xohlagancha ochish xohlashadi. Bu ham mumkin emas. Taroqni shunday uzatish shart. Agar bu otilsa, biror insonning kimsasiga boshiga tegish mumkin yoki devorga tegsa sinadi. Bu sartaroshning ish quroli hisoblanadi. Bizda bir sartaroshlarning bir naqli bor. Avval o'zing xavfsizlik qilishni xohlasang, mijozing albatta xavfsiz bo'ladi degan shiorimiz bor. Har bir qaychi taroq maxsus sterilizatorlarga ega bo'lish kerak. Qaychilarimizni, xavfsiz ustaralarimizni, hatto taroqlarimizni ham kun davomida 15-20 daqiqa turishi shart. Sterilizatorda. Har bir mijozdan keyin har bir sartarosh sterilizator qutisiga ega bo'lishi shart. Ish maydonini tashkil qilishda birinchi bo'lib bizga oyna tosh kerak bo'ladi. Kreslo, sartaroshlar kreslosi, ya'ni gidravlik usulida. Sartaroshning yordamchisi, ya'ni sartarosh aravachasi. Bolalar uchun ham maxsus gidravlik kreslo bo'lishi shart. Sababi 5 yoshgacha bo'lgan bolalar kattalar kreslosiga o'tira olmaydi. Ular uchun maxsus bo'lgan yosh bolalar uchun kreslo bor. Bu har xil shaklda bo'ladi. Ot ko'rinishda, mashina ko'rinishda bo'lib o'tadi. Sababi sartaroshlarimiz oq xalatda bo'lgani uchun bolalarning psixologiyasida u shifokorning oldiga kelyapti deb o'ylashadi. Unga maxsus namoyish qilib etsak, u jim o'tirib kuzatib boradi ish jarayonini. Sartaroshlar jihozlariga brizilka, ya'ni supurgich. Supurgichimiz soch ho'llashda, tarashda ishlatiladi. Sartaroshning ikkinchi quroli hisoblanadi. Bo'yin o'rami. Rus tilida varatnik. Buning birinchi xavfsizlik tarafi teri tanosulida har xil bakteriyalar yoki bir gigiyena tarafdan to'g'ri kelmasa, finvar boylashdan oldin bo'yinga o'raladi. Va ikkinchi xavfsizligi qil o'tkazmaydi. Har bir sartaroshning 4 tadan mashinkasi bo'lishi shart. 4 ta 5. Lekin bular asosiysi.
ikkita kichkina mashinka, bizning tilimizda aytilgan ikki kichkina mashinka deyiladi. Ya'ni tuklarni tozalash va qillarni tozalash. Mashinkalarimizda hozirgi qulaylik yaratilgani uchun hammasi elektr quvvat bilan ishlaydigan mashinkalarimiz. Soch turmaklari uchun ham taroqlar tanishtirib o'taman. Bizda oxirgi yillarimizda xilma-xil qovurg'ali taroqlar deyiladi. Bu soch turmaklari uchun eng dolzarb va bejirim ishlashga qulaylik taroqlar hisoblanadi. Erkak sartaroshlarga ishlatiladigan yana asosiy taroqlardan ikki tomonlamali taroq va o'qiluvchi taroq. Erkaklar sartaroshlari uchun asosiy ish quroli hisoblanadi. Ish joylarini maxsus xloramin 0.5% xloramin bilan artish vositasi bilan changlarni, rakvinalarni, kafellarni va pollarni yuvishinglar shart. Sartaroshlarimizga tavsiya etib o'taman, bir oyda bir marta sanitariya kuni deb e'lon qiling. Va o'sha kuni go'zallik saloningiz yoki sartaroshxona yopiq holatda uni tozalang. Bugungi mashg'ulotimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi dars ko'rishguncha xayr.